Uchar Universitet. Abdori Ümit Şimşek. Uyghur Tadqiqat İnstituti. Tercüman Abdulaziz Aqun. Tahrir Abdurahim Dövlet. Taklimakan Uyghur Neşriyatı. Yer aslida kelecek şekillenmekte. 9. bab. Muştumzordan qorqishning hojati yo'q. İnsonga kerakli bo'lg'ini uni yo'qitib tashlashning usulini bilishdir. Chunki har muştumzorga qarshi alohida bir xil urush taktikasi bordir. Yevgeniy Yevtushenko. Mustaqil Polsha davlati 21-yilni to'ldirmayla yana bir qatim Germanlarning ishg'oliga duch keldi. Bu qatimki ishg'ol 2. Dunyo urushining boshlang'ichiga ishorat qilinmoqda edi. 1939-yili sentabr oyining 1-kuni 4 tarafdan hujumga o'tgan Gitlerning qo'shinlari bir oy davomlashgan shiddatli to'qinishlardan keyin Polshani istilo qildi. Natsiz ishg'oli bilan birlikda Gestapo Varshavada Diyonat va ijtimoiy oqartish ministerligining binosini ishg'ol qildi. Arqasidan ishg'ol kuchlari qo'mondonining uqtirishi Varshava va Krakow ko'chalaridagi tamlog'i chaplandi. Polsha xalqining nomuvofiq harakatlarining oldini olish maqsadida tuandagi buyruqni chiqaraman. Ayol barliq Polsha fuqarolari Germaniya millatining vakillariga yo'l berdi. Ya'ni yollardan harbiy forma kiygan germanlar o'tgan chaqda piyodalar yo'ldan yo'lga tushib turdi. Erlar buning qo'shimcha qilib tomoqlarini boshlaridan oladi. Ko'chalar ozod qilinganlarga emas, ozod qilguvchilarga oiddir. Natslar Polshani ishg'ol qilganda muddalarning Yahudlar bilan birlikda Polsha millatini 1975-yilgacha butunlay yo'qotib tashlash ekanligini e'lon qilgan edi. Ishni ziyonlarni sistemalik holda yo'qotib tashlash va polshaliklarni ma'rif imkoniyatlaridan mahrum qilish bilan boshlandi. Himmler bir polshalik 500gacha sanashni, o'z ismini yozishni, germanlarga itoat qilishning Tangrining buyrug'i ekanligini o'rgansin. Mushunchalik ma'rif ularga yetadi deydi. Biroq polshaliklarmi bundoq ahvollarga qarta tayyorliksiz emas edi. Mustamlikchi davlatlarga qarshi madaniyatni qo'g'dash masalasida burungi tajribalarga qo'shimcha qisqa davomlashgan bo'lsa-mu, bir davlat tashkilotlanishiga ega edi. Polshaliklar natsistlar ishg'olidan keyin dastlabda Fransiyani, orqadan Angliyani markaz qilgan bir surgun hukumati qurib chiqdi. Bu davlat Polsha ichida faoliyat elib boradigan bir yer osti davlatni qurib chiqdi. Tashkilotlanish ishlarini bir qancha oy ichida tamomlagan Polsha yer osti davlati bir tarafdan AK degan qisqartilma ism bilan nom chiqargan vatan armiyasi, ya'ni armiya Krayovaga tayinib Germanlarga qarshi og'ir bir urushni boshlagan bo'lsa, yana bir tarafdan ma'rif va madaniyat tarmog'ining boshlamchiligida 2. Dunyo urushi jarayonida davomlashadigan kuchli ma'rif safarbarligiga tutish qildi. Vatan armiyasi urushdan ilgari Polsha davlatining ofitserlari tarafidan tashkillangan va tarbiyalangan bir armiya edi. Vaqtning o'tishi bilan askar soni 400 mingga yetdi. Bu asnoda yuqori darajali qo'mondonlik o'rnida 4 mingga yaqin odam vazifa o'taydi. Vatan armiyasi davlatning hamma yeriga, xalqning barliq qatlamlariga tutishadigan bir to'r qurib chiqqan edi va asir lagerlarimi bu to'rning ichida edi. 1941-yili va 1944-yillar orasidagi harakatlarga doir statistikalar bu jarayonda 25 ming qatimdan ortiq buzg'unchilik harakati bilan 6 mingga yaqin suiqasdning ishga oshirilganligini ko'rsatib berdi. Bu jarayonda asirlar lagerlaridan odam qochirish, Varshava atrofidagi barliq temir yo'l qatnashini birla vaqt to'xtatib, uda bir qancha soat bo'yicha bidirli yalmos qilib qo'yishmi vatan armiyasining faoliyatlari qatoridan o'rin oladi. Nashriyatchilikda bo'lsa mayli sifat
Mayli tiraj va tarqitish jihati bo'lsin, Vatan armiyasi yillar bo'yicha nihoyat ko'p rekordlarni yaratgan edi. Germanlar urushning beshidan tartibla matbuotni butunlay kontrollik ostiga olgandan boshqa, polshaliklarning dunyo bilan bo'lgan aloqasini butunlay uzib tashlash uchun xalqning qo'ldagi radiolarni musodara qilgan edi. Polsha yer osti davlati bu bo'shliqni qarallik va qaralsiz nihoyatda ko'p nashri afkorlari orqali to'ldirdi. Bularning eng muhimi 1939 yili noyabrdan 1945 yili yanvargacha muntazam nashr qilingan uchurlar, ya'ni Byuletin informatsiyan edi. Aleksandr Kamensky ismli hurmatga sazovar bir o'qituvchining tahrirligida nashr qilinishga boshlangan uchurlar 40 mingdan ortiq tiraji bilan o'z oldig'ila bir rekordga ega edi. Uchurlarning boshqa viloyatlardami 2-3 ming tirajlik yerlik nashrlarimi bor edi. Bu va buning o'xshash nashriyat buyumlarini chiqarish maqsadida Vatan armiyasi qaramog'ida bir maxfiy armiya nashriyati qurilgan edi. Matbaalari, jildosh, muqovalash o'rinlari kech-kunduz faoliyat qildigan bu nashriyat Polsha xalqiga oyda 250 ming qarorlik nashr afkori va 65 ming tashviqot varaqasini yetishtirgandan sirt, do'qmishlarda setish uchun nassiz gazetlarining saxta nusxalarini chiqardi. Bulardan sirt, Germaniya ziminlariga Gitlerga qarshi tashviqot materiallarini avatdi. Bularning hammasi ishg'ol ostidagi bir davlatda aramchilik bermaydigan dushman askarlarining qattiq nazorati ostida qilinadi. Ammo qilingan ish yomon tush ish emas edi. Dal aksicha, go'yo normal sharoit ostida xizmat qilinayotgandekla, mayli mazmun, mayli texniklik aloyidligi jihati bo'lsin, yuqori sifat va astoydillikqa ega edi. Bu sifat do'stlarni, dushmanlarni ta'sirlantiradi va nashri afkorlarning kuchini yana bir hassa oshiradi. Vatan armiyasining Polsha xalqi orasida bundoq faol va keng doirali kuchga ega bo'lishida yer osti davlatning boshqa tarmoqlarining peyi bor edi. Fuqarolar qo'g'inish tarmog'i polshaliklarning haq va mas'uliyatlari to'g'risidagi qonun temisi ostida xalqdan nimalarni kutadiganligini e'lon qilgan edi. Yer osti sud mahkamlarimi bu qonunga xilof delolar to'g'risida hukm chiqaradi. Qisqasi, yerning ustidagiga o'xshashla yerning ostida tartiblik, tashkillik va faol shaklda xizmat qilayotgan bir davlat bor edi va bu davlat mavjudligini barliq kishilarga his qildiradi. Bu davlat xalqning o'z ichidan chiqqan tabiiy bir davlat edi va uning yana xalq ichida kuch oldigan manbalari bor edi. Polsha yoshlari tizimlikning eng beshidan o'rin olgan manbalarning biri edi. Polsha yoshlari deyilgan hamon aqlga birinchi bo'lib keladigan tashkilot bo'lsa, 5 yil bo'yicha davlatning barliq joylarida sonsizlagan dasturlarni yaratgan Polsha izchillari edi. Polsha izchillar tashkiloti 2 dunyo urushi boshlanganda Polsha davlatiga o'xshashla 20 yillik o'tmishga ega edi. Urush bilan birlikda yer ostiga kirdi va yer osti davlatining tarmoqlari ichida vazifa o'tadi. Vatan armiyasining nashri afkorlari va tashviqot materiallari qatorliq maxfiy kitob materiallarini tarqitish yukining ko'p qismi izchillarning yelkasida edi. Bu materiallar cho'ng-cho'ng posolkalar holatida belgilangan vaqtlarda belgilangan joylarga yetkaziladi. U yerlarda texnik kichik posolkalarga selinadi. Orqadan har bir gazet, jurnal yoki tashviqot varaqasi muayyan soatda, muayyan yerdagi muayyan kishilarga yetkaziladigan shaklda tarqitilishga boshlanadi. Yillar bo'yicha har kuni minglarcha nashri afkor Gestapo bilan qo'g'lashmoq o'ynagan holatda tarqitiladi.
izchilarning yana xushalliq pochtalıqlari bor edi. Ular o'g'illari yoki qizlari Germanlarga qarshi kurash qilayotgan ota-onalarga farzandlari to'g'risida uchur yetkazadigan, ularning kayfiyatini ko'taradigan pochtalıqlar edi. Eşindi suv turbalarining ichida kilometrlarcha yo'lni o'miligan holda besib, uchurlarni joyiga yetkazadigan bu pochtalıqlar elib kelgan xabar mayli yaxshi yoki yomon bo'lsin, yanla bexayr qilishdan yaxshi edi. Farzandining ishg'olchilarga qarshi urush qilib o'tib, o'lib ketganligidan xabar tepish bo'lsa, bir polshalikqa nisbatan iftixor manbasi, hech bo'lmagandimi bir tasalli edi. İzchilarning eng muhim va umlashgan faoliyati bo'lsa, har bir polshalikdan kutiladigan ixtiyoriy bir harakatdan boshqa bir narsa emas, ya'ni ma'arif edi. Qadrli do'stlar, bu bobning davomini keyingi qatimda anglataman. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.